so'rab baqsam, sizning qiz do'stingiz bormi? Yo'q juma. Amsi birga bayram o'tkazib kelamdiq. Yanchiq bo'sh. Hey, may qo'tanglamayqa. Nima bo'lsa? Voy aşık bayram kelib qoldi. Yo bir aşığım yo'q, yo bir mashqim yo'q. So'g'at beradigan bir razim yo'q, yo chambarak yo'llig'idek bir pocha razimmi yo'q. Do'stlarim ko'znim deb qoldi meni. Voy yigitlarning yanchiq bo'sh hozir. Sizlar bilan bir chiqsa bir oylik maosh yo'qolib ketib qolsa, qaysi bir chidaydi unda yo'q qo'ylarga. Men uni bir qoqsanam qo'ytmadim dedim. Bir atal gul bo'lsin, bas pul o'chirga chiqarib olmamdim. Hamsi oldingi yildik rasmni ishlatinglar. Hey, men oldingi yilni bo'ytaqdim. Efendim, hozir ishlar toza yaxshi emas. Oşiq mashqlar bayrami sababli bizning oilalarimiz bo'ytaq qilyotidi. Ba'zi do'stlarimiz xijiljonlikdan uydan chiqolmayotidi. Mana masalan, mag'inam, mala. Buning sababi zodi nimada? O'ylash vaqtinglarmi bu analiz qilib? Meningcha sababi oshq bayram kelib qolgan, shunga sovg'a berish ig'ir kelib og'irlab ketdimi-ki? Majira qiz do'stiga sovg'at bermay bo'ytaq qolganlar qilib qilib, qog'ininglar, chiqdinglar. Qandaq nimalarsan? Mosh kunda qiz do'st topmoq osonmi? Ha? Yangi tanishganda yuragimni sug'urib berma deysa, osmondagi oyni olib berma deysa, onang chidamaydigan odam nima bersa undaq badini, ha? Yotgan qarab suristan ummamda. 10 yoshga toshmagan so'ymalar turibdi. Muhabbatni yig'izlashib ketdi-ki, torlarga chiqib. Alang mushkan qo'yana, tamada ayting deb ketishlarimdan o'rgilib ketay. Lekin efendim, ben soğuk etmem bilan paksuygun bade. Paksuygunni qandaq torga chiqirdi? Qandaq bes qildi, ha? Efendim, hozir soğukatlar yaman qimmatga. Turibga sundaq gaplarning hammasi bahona. Ko'ngil degan narsa yo'q. Sen haqda ko'ngil degan narsa mavjud emas. Sizlarda ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, onchilik narsalar hargiz bir qimmat yo'lmaydi. Kichik narsalar hammasi. Sana kunda tamak etib kirqatlaringni yubasa, biroq qitim rahmat yo'q. Jildi bir so'g'at berib, "Ala jinim, jonanim, mani" deb qo'yish, ig'ir kelib ketmarimda qasonqa. Ey, tasamas xotin haqning ko'nglini elish, ha? 10 ko'yliq guldan birini elib, opirib ko'ziga tiqib etmamsa, ha? Pulning ishi emas, bu sizlar tushalmaysizlar. Xotin haqning ko'nglini elish oson ish qo, ha? Tasamas ko'nglini elish, ha? Nini qizlarning ko'nglini elib o'tdim men 100 qo'y qashlab, 10 qiz bolaning ko'nglini elib o'tganman ayni vaqtda. Oldi, o'shiq gap eshak-kushuk. Sizlar hozir dekin uyinglar qaytib, bozordan 10 qo'yliq gulni elib, Rossiyagandan bosim xotininglarni xo'sh qilib qo'yinglar. Kashkish pul qashlab haqning xotinini xo'sh qilavermay. Efendim, ayolınız kaçtı, nima soğuk qilgan deydi. Nima sovg'a qilaman-ka? Nima sovg'a? Daykon to'lab qilolmayapsam, nima sovg'a keladi? Deb qo'y, men bog'chilarman netibda yaxshi